Bugun 21-oktyabr o'zbek xalqining faxru g'ururi bo'lgan ona tilimiz, o'zbek tili davlat tili maqomini olgan kun. Bu kun biz uchun eng muhim va faxrli sanalardan biridir. Bizning eng aziz, eng muqaddas boyligimiz ona tilimizning bayrami. Ona tili bu xalqning ruhi, yuragi, tarix va madaniyatining asosi. Biz tilimiz orqali o'zligimizni, milliy qadriyatlarimizni va go'zal his-tuyg'ularimizni ifoda etamiz. Ona tili bu xalqning ruhi, tarixning ko'zgusi, millatning jonidir. Tilimiz orqali biz o'z tariximizni, madaniyatimizni va milliy qadriyatlarimizni asrab kelmoqdamiz. Keling, har birimiz o'z ona tilimizni hurmat qilaylik. Uni toza, boy va go'zal saqlashga hissa qo'shaylik. O'zbek tili millatimiz faxri, mustaqilligimizning ramzi. 21-oktyabr o'zbek tili bayrami muborak bo'lsin. Ona tilim o'lmaydi. Notiq dedi taqdir shul, bu jahoniy iroda. Tillar yo'qolur butkul, birdir qolur dunyoda. Vois pastga tushgin, bu gap chiqdi qayerdan? Navoiy bilan Pushkin turib keldi qabrdan. Kim darg'azab, kim hayron, chiqib ketdilar qator. Dante, Shiller va Bayron, Firdavsi, Balzak, Tagor. Vazingni qo'y birodar, sen aytganing bo'lmaydi. Barcha dedi barobar, ona tilim o'lmaydi.